Assalomu alaykum. Bugun bel og'rig'i haqida gaplashamiz. Bel og'rig'i bu asosan nevrologik belgilar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin ayrim holatlarda bu xirurgik jarayonlar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigani bu buyrakdan tosh ko'chganda yuzaga keladigan og'riq hisoblanadi. Bunda nima bo'ladi? Bunda bel orqali og'riq ikki oyoqlar orasiga kuchli og'riq berib boradi. Bundan tashqari bu erkaklarda ham, ayollarda ham birga bo'ladi. Ayollarda esa ayrim ginekologik belgilarda ham xuddi shunday holatlar, og'riqlar berishi mumkin. Bundan tashqari og'riq birdan keskin boshlansa, shoshilinch ravishda tekshiruv talab qilinadi. Oyoqlarda tarqaluvchi nevrologik og'riqlardan farqi, nevrologik og'riqlarda oyoqlar uvishib og'riq yuzaga keladi. Lekin xirurgik holatlarda esa bunday holatlar bo'lmaydi. U faqatgina og'riqni o'zi bo'ladi, uvishdan tashqari. Agar o'sha holatlarda siydik tutib tura olmaslik yoki katta hojat tutib tura olmaslik holatlari bo'lsa, bu jiddiy asoratlar, jiddiy muammo hisoblanadi. Agar qonli najas paydo bo'ladigan bo'lsa, bu yana ham jiddiy asorat hisoblanadi. Uy sharoitida og'riqni kamaytirish choralari vaqtinchalik yordam berishi mumkin, lekin aniq sababini aniqlab, uni bartaraf etish eng yaxshi yechim hisoblanadi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasal haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.